hozir boshlang'ich sinfdan bolalarni maktabga olib keldik. Boshlang'ich sinfdan uni o'sha melki motorikasini shakllanishi, mana biz birinchi sinf dasturini kecha ko'rib chiqdik. Ya'ni hamma narsa bor. Aslida qo'llar bu tashqi miya. Miyani ishlashi qo'lni ishlashiga bog'liq narsa. Va ana o'shani ishlatish o'rniga biz u miyani qotirib qo'yishni 3 yoshdan boshlaymiz. 3 yosh, 4 yoshda biz telefon olsak bolalar isterika. Keyin uni maktabga olib kelamiz, telefon yo'q bo'lgan. Endi diqqatingni jamla. Endi o'qi. Endi arab tilini o'qi, endi ingliz tilini. Biz u yoqda, u yoqda yo'qotib bo'ldik-ku. Eng kerakli yumshoq, hamma informatsiyani gubkadek shirmadigan paytda yopib tashladik, bloklab tashlagan. 100%. Ana endi qarang, eng yomoni ko'pchiligimiz onalar, mayli undan ham men tushunaman. Men unda ataylab hech qaysi ona ataylab ish qilmaydi. Qaysi tomonida komfort, mayli ko'rib tursin, hozircha jim bo'lib tursin deymizda. Lekin shu 3 yil tugagandan keyingi ilm olish bosqichiga el qo'yib qo'yamiz, ya'ni to'siq qo'yib qo'yamiz.